Bugün birinchi kun. Instagramsiz hayot. Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Instagramsiz hayot haqida gaplashamiz. Ya'ni challenge qilamiz. Bu challenge-ni ertadan boshlaymiz. Ya'ni bugun oxirgi kun. Ertadan Xudo xolasa ertaga juma, shu bilan 3 kun Instagramsiz hayot haqida gaplashamiz. Ya'ni Instagram yoki shunga o'xshash bizni o'ziga jalb qilib olgan ilovalar, Telegram yoki shunga o'xshash ilovalar qanchalik bizni o'ziga o'rgatib olganini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bunda men o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Oxirgi payt qandaydir o'qishlarimda yoki biron bir ish qilmoqchi bo'lsam, o'zimda ancha sabrsizlik yokida biron bir ishni oxirigacha yetkaza olmaslik hissiyotlarini seza boshladim. Oldin bu narsa yo'q edi. Ya'ni bu ish qilmoqchimanmi, doim shu ishga borimni berardim, oxiriga yetkazmaguncha qo'ymasdim. Hozirgi kunda esa biron bir ishni boshlamoqchi bo'lsam, ana o'sha nimadir dangasalik yoki dopaminni kamroq olish orqali bu ishni men oxiriga yetkaza olmayapman va hozirgi kunda men o'ylayotgan narsa mana shu Instagram, Telegram yoki shunga o'xshash ilovalar orqali bo'layotganini ko'rib turibman. Balki shularni men sabab qilib olayotgandirman va shularni biz hozir shu kelayotgan 3 kun davomida sanab o'tamiz va bularni sizga birgalikda ulashib o'taman. Xo'sh do'stlar, bugun bizda birinchi kun. Instagramsiz hayot. Demay boshladik. Bu yog'ini endi kun davomida bilib boramiz qanaqa nima bo'ladi. Hozir men darsga chiqib ketyapman. Bu yog'i endi sekin уже yeturadi. Natural. Hozir mana darslarni tugatib chiqdik. Endi Xudo xolasa 2 para dars bor, uni tugatdik. Instagramsiz yashash albatta qiyin bo'lyapti. O'zi umuman internetsiz. Ya'ni dars o'tirib zerikkanda baribir ko'ngil tortadi, o'rtoqlaringiz, sheriklaringiz Instagram qo'llab o'tiradi. Siz iloji yo'q kira olmaysiz. Lekin harakat qilyapman Instagram kirmaslikka va umuman internetga kirmaslikka harakat qilyapman. O'xshayapti qaysidir ma'noda, lekin juda zerikarli va bu sizga qanaqadir sabrni qaytarib berishga o'xshab tuyuladi. Ya'ni sabringizni qaytara olasiz. Hozir vashcha qiyin bo'lyapti lekin. O'rtoqlar qanaqasizlar? Mana bugun bizda ikkinchi kun уже, mana ikkinchi kun o'tyapti. Darslarga ham chiqib keldik. Bugun ertalab video olamadim. Sababi o'zi kech turdim va darsga chiqib ketdim to'g'ri. Mana hozir 2 para darsni o'tab chiqdik. Yaxshi hozircha Instagramsiz. Endi sal ozgina ko'nikish bor. Unaqacha zerikish ham unchalik yo'q. Yaxshi, lekin menga foyda beryapti. Mana hozir sizlarga havoni ham ko'rsataman. Havo ham ashta zo'r bo'lyapti. Hammaga xayrli kech. Mana do'stlar, ikkinchi kun kech bo'ldi. Mana vaqt ham уже yakunlab oldik kunlarni ham. Bu mana xonamni ko'rib turganinglarda, bitta oddiy xona, uncha unaqa zo'r emas. Hop, Instagram bo'yicha hozir mana kech bo'ldi. Kun davomida yaxshi unaqa bilintirmadi. Boya aytib o'tganimdek, mana uyga keldim. Hammaga salom. Mana bugun bizni 3-kun. Уже 4-kun kecha men video olamadim. Va kecha Instagram ham ishlatmadim. Sababi uyda bilasizlar sharoit bo'lmaydi boshqa. Shu sababdan internetga ham kira olmadim unchalik. Instagramga ham kirmadim, video ham olamadim. Bugun mana 4-kunda. 4-kunda men Instagram tortdim. Sababi men o'qishga keldim, universitetga keldim va bu yerda kerak bo'ladi baribir. Ora-ora ishlatib turasiz, lekin ko'p ishlatganim yo'q hali. Limit qo'yib olishingiz kerak o'zingizga. Misol
telefoningizda limit qo'yish imkoni bor har bitta ilovaga. Shundan foydalansangiz ham anchagina yaxshi bo'lardi. Eslatib turadi, misol bir kunga yarim soat ishlataman deb yarim soatlikka qo'ysangiz, uje siz kirganingizda eslatadi, чтобы yarim soat vaqtingiz bor bu ilovada deb. Men shundan qo'yib oldim, yaxshi ketyapti hozir ham. Xo'p, 3 kun qanaqa o'tdi do'stlar? Mana sizlar bilan endi videoni umuman conclusion haqida gaplashamiz. Ya'ni 3 kunlik natija nima bo'ldi, qanday bo'ldi, nimalarga, qanday qiyinchilik yoki qanday osonlikka erishdim. Xo'sh do'stlar, 3 kun davomida yaxshi natijalar haqida gapiradigan bo'lsak, darsga ko'proq vaqtim bo'ldi. Hop, bu narsaga chalg'ishlar bo'lmadi. Misol uchun, darsda o'tirganingizda xayolingizga ham kelmaydi. Ya'ni shu Instagram endi xayolingizga kelsa, uje challenge'laringizni his qilasiz, uje ishlatmayman deysiz. Ba'zida qo'ygan paytda darsga kirsak ham zerikarli payt bo'lib qolsa, sразу telefonni olib Instagramga kirish, shunaqa narsalar bor edi. Yoki dars qilayotganda ham dars qilayotganda ozgina zerikish bo'ldimi, sразу Instagramga bitta ikkita video ko'raychi, yaxshi ketadi, keyin dafami olaman deysizda, shu bilan shug'ulim ketib qolardim. Hozir yo'q, yaxshi unaqa narsalar ko'rmadim. Agar kerak bo'lsa shu YouTube'dan ozgina foydalandim, lekin чтобы darsim uchun darsda kerak bo'ladi menga. Bu narsa o'rganishimda, kursga boraman, u kursdagi vazifalarni qiynalmasdan topishimda YouTube menga kerak bo'ladi. Va 3 kun haqida gapiradigan bo'lsak, Instagram ham kerak, lekin Instagramsiz ham men bu narsamni yo'qotmadim. Ya'ni hayotimda bir kamchilik his qilmadim. Instagram sizni hayotga to'g'ri bu narsani olib kirib bermaydi-yu, lekin olib chiqib ham lekin ko'p narsani sizdan olib chiqib ketadi. Ya'ni qaysi ma'noda vaqtingizni olib qo'yadi, e'tiboringizni, diqqat jamlashingizni olib qo'yadi. Albatta bu siz telefonga qaramligingizni ham oshiradi. Shuni aytishim mumkinki, Instagram foydali tomonidan zararli tomoni ko'p, agarda siz unda ishlashni bilmasangiz. Men shu paytgacha ham oddiy foydalanardim, xuddi sizdagi. Endi mana o'rganib oldik bu tomonlarni ham. Xudo xolasa bundan buyog'iga e'tiborli bo'lib, vaqtini qo'yib foydalanamiz. Sizga ham tavsiya beraman buni. O'zingiz shaxsiy hayotingizda video qilib bo'lmasa ham o'zingiz uchun 3 kunlik yoki atik 1 kunlik challenge qilib ko'rsangiz ham o'zingiz his qilasiz qanchalik sizni hayotingizda nima bo'lyapti, qanday ketyapti, o'z boshqa narsalarga vaqt ajratyapsizmi, hayotga, ishga, o'qishga yetarlicha vaqtingiz bo'lyaptimi? Shunaqa narsalar o'ylashga vaqt Instagram, YouTube Shorts yoki TikTok shunga o'xshash. Lekin TikTok so'zini men shuncha 3 kun davomida biror marta ishlatmadim, sababi men TikTokdan foydalanmayman. TikTok bu Instagramni ham anaqasi oshib tushgan variantda, endi bu bachkanalikni yog'iga o'tmaydi deb bilaman. Endi foyda olganlar oladi deydi-yu, lekin men misol kam o'ta. Misol men ham ingliz tili bo'yicha o'qisam, ingliz tilida to'g'ri juda ko'p Instagramda ham videolar bor, boshqa joylarda ham bo'lishi mumkin. Aytyapman, YouTube'da lekin ko'p bunaqa videolar. YouTube'da asosan katta videolarni tomosha qilishdagi anaqangiz bo'lsa, tajribangiz bo'lsa, sizga YouTube foydaliroq. Shu YouTube Shorts esa unchalik emas. YouTube Shorts faqat siz vaqtingizni olish uchun, mayda-chuyda narsalar uchun, bolalar uchun, shuning uchun chiqargan deb o'ylayman. Va Instagram ham shunaqa desam bo'ladi. Ya'ni sizga faqat ilmli video chiqaravermaydi yoki faqat shu narsa chiqaravermaydi, qiziqarli video chiqaravermaydi. Bir xil unaqa sizni hissiyotlaringizni yomon o'ynataveradi bu narsa. Ya'ni bir qayg'uli narsa chiqaradi-da, siz ko'zingizga yosh olib kelguncha ham olib keladi. Keyin bitta kulgili narsani olib chiqadi ular. Ya'ni kulgili narsani olib chiqib turib, siz hissiyotlaringizni o'ynaydi. Kulgingiz qilsangiz bundan qilasiz, bundan qilasiz. Xullas, ortiqcha narsaga vaqtingiz bo'lmaydi. Ortiqcha emas, oddiy narsalarga vaqt topolmay qolasiz. Shuning orqasidan asabiy bo'lib qolasiz. Boshqa ishingizda, boshqada asabingiz chatoq bo'lib qoladi. Ya'ni aynan mana shu narsalar orqasidan bo'ladi deb bilaman. O'zi dopamin olishni boshqa yo'llardan izlasangiz ham bo'ladi. Misol uchun YouTube'da bir kattaroq videoni ko'ring-da, misol uchun katta hajmdagi ishingizga oid yoki o'zingiz bir hayotga oid, fizikaviy, kimyoviy bo'lsin, odam anaqasiga bog'liq yoki siyosatga bog'liq bo'lsa, qaysidir ma'noda o'zingizga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni ko'rib bir oxirigacha yetkazib olsangiz, bir o'zingizni maza qilganingizni his qilasiz yoki nimanidir tushunib yetib olasiz.
Ya'ni hozirgi kunda sizlarda mana shunaqa yoki bizda ham oddiy katta-katta narsalarni ko'rishga vaqtimiz, xohishimiz yo'q. Mana shu tez-tez bo'lsa-da, mana shu 3 sekund, 4 sekund ichida o'tib ketsa, 30 sekundga ham yetib bormasa iloji bo'lsa, o'tkazib ketaversak va bu obunachilarni ushlab qolishga ham talab bo'lgandan keyin shunaqa taklif ham bo'ladi. Blogerlarda ham ayb yo'q albatta. Bu o'zimizda hammasi. O'zimiz qanchalik shuni yaxshi narsalarni, yaxshi g'oyalarni taklif tomosha qilsak, ko'proq shunaqa narsalarga layk bossak, taklifchilar ham, ya'ni blogerlar ham shunga talab bor dedida, shu yo'nalish bo'yicha ketadi. Misol uchun, bizga o'xshagan yangi blogerlar ham o'zini yo'nalishini topishda aynan shu ilmiy tomonlarni istab, ilmiy tomonlardan o'zini ko'tarilishiga iz qidiradi, yo'l qidiradi. Bizda hozircha shunaqa gaplar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sinab ko'rishga o'zinglar sizlar nima deb o'ylaysizlar? Instagram foydalimi yoki zararlimi? Kommentariyada fikringlarni yozib qoldiringlar.